26 Leap Motors'ı 16 qidirib yurgan akalarimizga bir qancha tayyor moshlar topib qo'ydim desam allagan bo'laman, chunki ushbu moshlar barchasi sotilib bo'lgan. O'sha hozirgi kunda Leap Motors 16larini Xargosda umuman tayyorini topishdi. Umuman imkoniyati yo'q. Faqatgina zakazga imkoniyati bor xolos. Yo'lda kelib turgan moshlar ham sotilib bo'lingan. Ya'ni faqat zakazga olib kelinyapti. Mana shu yerda dokumentlari qilinib, eksport qilinyapti. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, biz zakazga olib kelib berishimiz mumkin. Eng fullini 26 modelini 25 ming dollarga Tip Toshkentga yetkazib beramiz. Ammo lekin sizlarga zo'r yangiligim bor. Ushbu mashinalarni 24 modelini tayyor Xargosdan topib qo'ydim. Yangi narxga qaraganda 2,5-3 ming arzon. Keyin sizlarni narxlar bilan tanishtiraman. 24 model, lekin yili 25 bo'lgan elektriskiy 3-pozitsiyamizning narxi Toshkent Sip 22.500. Xuddi shu mashinani gibridligining 3-pozitsiyasi Toshkent Sip 21.500 dollar. Agar sizlar shu mashinani ikkinchi pozitsiyasini olaman desalaring, bilasizlar 24 modelli ikkinchi pozitsiyasida lidari bo'lmaydi va ushbu mashinamizni ikkinchi pozitsiyasini 100% elektrligining narxi 20.500 dollar Toshkent Sip va ushbu mashinamizni ikkinchi pozitsiyasini gibridligi 19.700 dollarga Toshkentga yetkazib beramiz. Sizlar ushbu mashinani o'tgan yil eng fullini 25 ming Toshkent Sip sotganmiz. Rastamoshkasi 4200 chiqqanda mashina 34 mingga sotilgan mashinani bizning klientlar 29.200 ga minib ketishgan. Eng qimmatini aytyapman. Bugungi kunda ham Rastamoshka 2,5 ming oshganiga qaramasdan sizlarga 2,5-3 mingga qilib bergan mashinalarni bugungi kunda olsalaring, o'tgan yil olgan akalarimiz bilan bir xil narxda yana minib ketish imkoniyatlari bor. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga через WhatsApp или WhatsApp можете связаться. Ushbu mashinalarni 25-30 kun ichida Toshkentga yetkazib bera olamiz. Akalar, ushbu mashinalarning soni cheklangan, ulgurib qolinglar, birpasda tugab ketadi. Juda ham ko'p emas, har bitta komplektatsiyadan 3 tadan 4 tadan mavjud xolos. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga Telegram yoki WhatsApp orqali aloqaga chiqinglar. Biz sizga ushbu mashinani xudo xolasa 25 kunlar atrofida yetkazib beramiz. Buni ham sababi bo'lsa, Xargosdagi ochliqni uzun bo'lib ketganida.